Bitta reper jo'ramiz uyimizga mehmon kelyapti. Uni aytgan replari odamlar yuragiga yetib boradi. Balki O'zbekistondagi eng mashhur reper. Bizlar uyimizga ham mashhur odamlar kelayotganda. Hay kelsa qancha ham ko'raylik qani. Mana dada, jo'ram keldi. Men keldim, eshikdan sichqon ketsin, teshikdan. Yo! Nima ham faqat sizga shunday odamlar keladi. Qani, bulbul ovozini eshitaylik qani. Dada, bu kakrasilar ismlaringizga rep yozib kelgan. Qanjara bitta ayt. Xussiga pak, mashina yo'q surati qaltak. Xotindan qo'rqadi, yeydi kaltak. Siz aytibdi. Tushunmadim. Ismat Churri, Abdumurri. Nimaga kulasan? Oyog'i kirli. Round. Haqiqatan ham yuragiga yetib bor ekanda buni replar. So'raman, siz oyog'i kirildi dedi-ku, yuragimga keldi. Yomon bo'ldim nima? Yana bormi buni? Bizlar taalluqli bo'lmagan bironta repi. Boshqacha. Короче, hozir yana bitta repim bor. Yaqinda premyera sizlarga aytib beraman. Yo! Qani? Mani pulim ko'p, ikkalang achkimi o'p. Hammang kuchuk, manzur. Yo, round. Undan keyin yana yurayman tegdi-da. Yomon tegdi lekin ham sen. To'xtang. Men nima atam endi? O'zim uraman.